Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Mana Xudo xolasa nazar berganlikni bitirdik. Topshiramiz. Ko'ribdi, baho berib qo'yasizlar. Qalay chiqqan. Bu zal emas. Kirishimiz bilan 10 qo'lda 10 metrli zal tushgan katta. Neoklassik uslubida remont qilingan. Bunisi oshxona. Kuxnya mebel qo'ygan, o'rtada fartuga kvars tosh bo'ladi, akrildan. Kirishimiz bilan chap qo'limizda birinchi spanligimiz. Родительский spanlik o'tgan mana sochni yumshoq rangda tanlangan. Stiklo xaloslari bo'lib polimer shpaklovkalarda ideal qilib chiqarilgan devor. Kalavatimizni sahna qismida, bosh qismida bu yerda oynadan print bo'ladi, 3D paneli bo'ladi. Anadan chiroyli 3D rasm chiziladi. Atrofida podsvetkasi bo'ladi, chiroyli bo'ladi, xudo xolasa. O'zini ichida sanuzili, patologi bo'yalgan, garderobi. Devor ko'ribdi, baho berib qo'yasizlar. Ideal chiqqan. O'n qo'lda ikkinchi spanligimiz. Bu ham ota-onalar spanligi. O'zini garderobi, sanuzeli, patologlari, tegilar, ichida bo'yalgan gipslar bor. Natija qilinmagan. Devorni ko'rib, baho berib qo'yasizlar. Mana sifatiga tabiiy yorug'da qanaqa cho'tki turib. Tegilar mana ideal. Bu ham xuddi shunaqa devorda oynadan chiroyli 3D panel chizdirib, uстановка bo'ladi, atrofida podsvetkasi bo'ladi. Keyingi xonamiz. O'ng qo'lda birinchi qizlarning xonasi. Och rozviga berilgan, mana yumshoq. Qizlarning o'ziga nejniy rang. Qizlarning xonalari shu rang tanladi, rozvi. Patologimizda tiyagani qo'shida bitta podsvetka bor, 0 listra. Keyingi xonamiz o'g'illariga spanli. Sochni rang bo'lgan. Och ho'rang. Bitta paras, bitta 0. Ortiqcha figura qilinmagan. Bu yerda shkaf bo'ladi, o'shanga kraskani ekran qilish maqsadida shkaf orqasiga sepiladi. Keyingi xonamiz yana bitta o'g'illariga ham span. Fistashka rang bo'ldi. Och salatli yashil. Devorlardan ko'ryapsizlar mana. Telefon baribir mana haqiqiy o'zini effektini olib bera olmaydi. Tabiiy yo'lda mana ideal turibdi. Podgotovka polniy. Projektor yoqib bo'lgan. Hamma xonalarda stiklo xaloslar bo'lib, finishning shpaklovkalari bilan shkukalangan bo'ladi. Polimerda ishlangan, dana gipsda. Bu yana bitta o'g'illarning xonasi. Ranglarni chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Esto Color germanskiy kraskadan foydalandi. Bu ham shkaf o'rnini kraska sepib o'tirmadik. Ekran qilib berildi deyishdi. Bu ham cho'tki xudo xolasa. Kimga shunaqa sifatli malarka xizmatlari kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Qo'yinglar qilib sifatli qilib beramiz. Hovlimiz.
pastki hovliga tushamiz. Pastki xonalarimiz bor. Stokalardan ishlatdik. Qarshisida pastki hovlimiz. Kirishimiz bilan kichkinagina hovl kutib oladi. O'ng qo'limizda mini zal. Remontimiz polniy klassik uslubida bo'lgan. Devorlarda ramka tegalar. Patologimiz bitta panis, bitta ikkita tomondan podsvetka ishlab olingan. Mini zal o'ng qo'limizda. Keyingisi oshxonamiz. Seri bej yurak tanlandi. Bitta polimiz kafil bo'lgan. Fartugimiz mebelchilar o'zi akrildan yoki kvarsdan tosh qilib berishadi. Bu yerda ham tiyagani ichida sahna qismida oynadan 3D panel ishlab olinadi, chizdirib. Ovqatlarni qilib, choy ichib o'tirishadi. Mana bu yerda keyinchalik razvojnoy ishga qo'yib olinadi. Bu yerda oldin devor polniy yopiq edi. Bu yerda biz almazning arada kesib, duh tavr tiqib, svarkalab, boshqatdan suvab, razvojnoy ishiga joy tashab ketdi. Qo'yishsa ham bo'ladi, qo'yishmasa ham bo'ladi. Keyingi xonamiz o'zini garderobi, kichkinagina sanuzel, ichkarida spanligimiz. Osmon rangga bo'yab berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ideal chiqdi. O'zini sanuzel ichida. Patologlar ham teri gipskarbon bo'lgan. Kimga shunaqa sifatli madaniy xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Qo'yningizda qilib chiroyli qilib beramiz. Ishimizga bitta baho berib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.